Assalomu alaykum barchaga yurtdoshlar, tomoshabinlari, Jizzax Begoms kanalining qadrli obunachilari. Xudo xolasa, mana bugun Begoms biznesida yana akalardan, shu hamkasblardan, shogirdlardan Begomslarni olib sifatli darajada o'sha qovun tarzida ekalgan dehqon aka-ukalarimizga yetkazib beryapmiz. Xudo xolasa, ko'rishingiz mumkin. Begoms firma desa ham bo'ladi, katta joyda qilgan akamiz, hamkasb. Xudo xolasa mana bugun Begomsga zakazlarimiz bor edi, qo'ldan kelgancha sotib beryapmiz. Kimda-kim shunaqa biznesga qiziqib qilmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz bo'lsa, ishonch bormi yo'qmi deydigan yurtdoshlarimiz bo'ladigan bo'lsa, o'ylanmasdan bemalol qilishingiz mumkin. Xudo xolasa, mana shunaqa Begomslar tayyorlab o'zimiz xudo xolasa sotib olamiz yoki sotishlarda yordam beramiz. Xudo xolasa Begoms sotilishidan muammo bo'lmaydi. Cho'lchanglarda ham xudo xolasa zishligini zo'r bo'lgan darajada qilib yetkazib beramiz. Kimga kerak bo'lsa, dastavkasi ichida cho'lchanglarda Begomslar kelishiladi. Xudo xolasa sizlarga mana bir qator ko'rsatib o'tamiz hozir. Akamizning firmasidan video qilyapmiz. Xudo xolasa videoni oxirigacha kuzatamiz. Hammasini bir qator ko'rsatib, necha puldan boshlagan, hozirgi kunda daromad qanaqa, shular haqida ham bir ko'rsatishga harakat qilamiz sizlarga. Xo'p, yurtdoshlar, ko'rsatganimizda mana akamizning buyraktirlari anchagina katta. Mana bu yerda ikkita xudo xolasa cho'lchanglari tayyor. Zishliklari ham zo'r darajada bo'lib, ko'paygan buyraktirlari xudo xolasa mana nari tomonlarga ham ko'chirib boshlaydi. Go'nglarni olib keltirib qo'ygan akalarimiz. Mana bu tomonda tayyor Begomslari mana shu joylardan chiqqan, shundan olib elashdi xudo xolasa boshlagan. Hozirlarga bir qator uni ko'rsatib o'tamiz. Begoms xudo xolasa 8 oy, 9 oy davomida yediradi bu akalarimiz. Ko'rishingiz mumkin. Namligi bor. Namligini tushirib xudo xolasa elashdi boshlanadi. Mana joylari xudo xolasa akamizda ko'rishingiz mumkin. Joydan cho'lchanglarni bitta ko'rsatamiz. Mana granla qilib xudo xolasa cho'lchanglar ham yeb boshlagan. Ko'rishingiz mumkin. Mana kimga shunaqa sifatli darajadagi Begoms kerak bo'lsa yoki Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanglari kerak bo'lsa, akalar aloqaga chiqishingiz mumkin. Sovur aka, bergi necha pul tikib boshlagansiz boshida? Yo, boshida cho'lchang necha pulga oldingiz? 10 million. Mana 10 millionga cho'lchang olib, xudo xolasa 3-yil qilish akamizni hozir shu vaqtgacha 60 million xarajat qilganman deyapti. Xudo xolasa natijasi yomon emas. Bir marta Begoms sotishning o'zida mana shu joylardan o'sha tikkan pullarni bemalol chiqarsa bo'ladi. Har bitta buyraktirdan nechta tonnadan Begoms xudo xolasa kutyapsiz aka? Xudo xolasa kamida 30 tonna. Bitta har bitta buyraktirdan. Mana buyraktirdan uzunligi uzun, qalinligi ham 60-70 sm ga yetib qo'ygan. Har bittasidan 30 tonnadan Begoms chiqqanda, primerni ikkalasidan 50 tonna chiqqan taqdirda ham endi eng kami 1000 so'mdan sotsa ham Begoms xudo xolasa o'zi bilan o'sha degan xudo xolasa 150 tonna 5 ta reaktor 150 tonna chiqadi xudo xolasa. Kelasi shu paytlarga 150 tonna chiqadi. Va bu aka, bu Begoms biznesiga ishonch yo'q, bo'lmaydi deganlarga ham biroz aytib qo'ying endi, mana natijalar haqida ham biroz. Xudo xolasa, assalomu alaykum. Avvalambor hurmatli vatandoshlar. Xudo xolasa mana sohani boshlaganimizga 3 yil bo'lgan. 3 yil davomida 60 million xarajat qilganmiz. Xudo xolasa mana shu yil xarajatlarimiz qoplanib, yaxshi bo'lyapti. Xudo xolasa. Xullas, birdaniga bu sohani kredit bilan emas, kam-kamdan boshlasa, effekt bo'ladi xudo xolasa. Mana ko'ryapsiz, xudo xolasa, natijalar yaxshi. 10 million pul bilan boshlab xudo xolasa. 10 million boshlaganman. Birinchi Begoms sotishlarning o'zida chiqqan Chiqdi xudo xolasa. xarajatlar hammasi chiqib ketdi xudo xolasa. Endi 60 million ichida Shlaka blok dedirgan go'yoga hamma xarajat, hamma narsasi ichida 60 million. Tushunarli. Xudo xolasa zo'r bu yog'i. Mana mahsulotlar atida chiroyli, xudo xolasa mana qarorlar chiqdi.
qarorlar ham kuchga kirib qolsa, xudo xolasa biogoms savdosi ildamlanib ketadi, xudo xolasa. Xudo xolasa o'zi Biogomsni o'zimizga mana shu O'zbekiston territoriyasida talab juda zo'r. Chetlarga eksportlar boshlanyapti. Fermerlarga mana qishloq xo'jaligi vazirligi ham o'sha prezidentimiz ham har xil mana shu Biogoms to'g'risida qarorlar, shartnomalarga qo'l qo'yib, buni tabiiy o'g'it bo'lganligi uchun o'zimizga masalan qancha ximikatdan voz kechib, mana shu tabiiy o'g'it bilan o'sha yerlarimizda unumdorligini oshiramiz degan mazmundagi qarorlarga qo'l qo'yapti. Siz ham shulardan xabaringiz bor hammasidan. Xudo xolasa men bu yilda o'zi fermerlar ham kamida subsidiya ajratilyapti. Eshitgan bo'lsangiz, o'sha fermerlarga xudo xolasa NGOlar ochib yo'lga qo'yamiz, xudo xolasa aka ulardan. Xudo xolasa birgalikda guruh bo'lib, xudo xolasa yo'lga qo'yamiz. Shunda bu akamiz hamkasb mana joylari juda katta joyda qilgan. 150 tonna xudo xolasa men bu yiliga mahsulot tayyorlayman, chiqaraman deyapti. Hozir ham menimcha o'rtacha bir 30-40 tonna atrofida Biogomsiz bor. 60 tonna kamida. Kamida 60 tonna bor. 60 tonna atrofida bor. 60 tonnaga javob. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana bu joylaringizni ham qachon tashlaganingiz, bu yerlar ham tayyor bo'lib qoldi, o'zi adashmasam. Bu yerlar tayyor bo'lib qoldi. Endi men buni bu yil emas, kelasi 2026-yil bahoriga xudo xolasa 5 ta reaktor qilib, bittada elaysiz. bittada chiqaraman xudo xolasa. Hozirga mana shu mahsulotimni sotib olsam, bu tarafdagi 60 tonnani menga taka yetadi. Men o'zim qanotlanaman shu narsa bilan. Buni xudo xolasa kelasi 2026-yil bahoriga bundan chuvalchang ko'chirib, joylarni qilib, xudo xolasa kelasi yil bahoriga bir 150 tonna chiqarish maqsad. Bu Biogoms biznesi bo'lmaydi degan aka-ukalarimizga shu videoni tashlab qo'yasizlar, xudo xolasa. Xudo xolasa. Biogoms xudo xolasa mana yildan yilga natija zo'r ko'rsatib, talab ortib kelyapti. Mana bundan keyin ham xudo xolasa zo'r bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin aka-ukalar, kimga qiziqtirgan savollar bo'lsa, xudo xolasa Sobir akadan yoki uni pastdan nomerlardan telefon qilib bemalol so'rashingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha tushuntirib beramiz. Kaliforniya qizil yog'murchi o'lchang yoki Biogomslardan yetkazib beramiz.